Mashinalarni maydalashda, xo'jalik bob, ro'zg'or bob, benzapila so'ragan akalarimizga agroservis do'konlarimizda yangi partiyada benzapilalarimiz va elektropilalarimizni yangi assortimentlari yetib keldi akalar. Hozirda bu benzapilalarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, ishlash jarayonlarigacha o'tinlarni maydalab ko'rsatib beramiz akalar. Hozirgi kunda bizning do'konlarimizda eng arzon bo'lgan modellari 350 ming so'mdan boshlab 400 ming, 500 ming, 600 ming, 700 ming, 1 million 800 ming so'mgacha bo'lgan har xil turdagi benzapilarimizdan yangi assortimentlari yetib kelgan akalar. Xo'jalikda ishlatish uchun mo'ljallangan bu benzapilalarimizni sifatiga qarab, gilzalariga qarab, strillalari, seplariga qarab narx-navolari o'zgarib boraveradi akalar. Hozirgi kunda ko'pchilik abresiya qilish uchun mo'ljallangan mana shu turdagi TX firmasidan eng kichik bo'lgan modellarimizdan ham yetib kelgan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'yibman. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizda har xil turdagi assortimentdagi xo'jalikda ishlatish uchun mo'ljallangan benzapilalarni xarid qilib olishlaringiz mumkin akalar. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Endi sizlar bilan birma-bir tanishib chiqamiz akalar. Endilikda bizning do'konlarimizda aytib o'tgandek eng kichik bo'lgan ustachilik qilaman yurgan akalarimizga, tomlarda tepasida ishlab yurgan yoki shox-shabbalar kesishga qiynalayotgan akalarimiz uchun mana shu turdagi akkumulyatorli variantidan ikkitadan akkumulyatorlari, zaryadnilari va keyslari bilan birgalikda elektropilamiz ham yetib kelgan akalar. Bu elektropilamizni hozirgi kunda bir 5 xil modeli bor akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Moyli varianti ham bor, moysiz variantlari ham bor akalar. Bu elektropilalarimizni 5-6 xil varianti deganda strillalari uzunroq, kaltaroq va akkumulyatorlari sifatli bo'lgan modellardan ham yetib kelgan. Eng arzonchi bo'lgan modellari 300 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha mana shu turdagi eng kichik bo'lgan elektropilalardan olishlaringiz mumkin. Bitta ishlash jarayonlarini ko'rib borayotgan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Yo'g'onligiga e'tibor berasizlar akalar. Mana shu shoxni sizlar bilan bitta kesib ko'rsatib beramiz akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin akalar, juda ham sifatli akalar, bemalol seblarini anchagacha ishlatishlaringiz mumkin. Eng asosiysi moyli variantlardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Shuning uchun mana shu turdagi quruq, ho'l mahsulotlaringizni aralagan paytingizda moyli variantlari anchagacha xizmat qilib bera oladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 300 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha variantlari bor akalar. Undan ham tashqari hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz bog'dorchiligi bor. Abresiyalar qilish uchun mana shu turdagi yangi partiyadagi TX firmasidan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 1 yildan garantiyalari bor akalar. Bu benzapilamizni hozirgi kunda e'tibor berishlaringiz uchun strillalari kaltaroq, uzunroq, har xil assortimentidan mavjud. Hozirgi kunda e'tibor berishlaringiz mumkin paplavoyli variantidan bo'ladi. Undan ham tashqari yurgizish joylari zavartni orqali, o'chirib yoqish funksiyalari knopka orqali bo'ladi akalar. Juda ham qulay qilib ishlangan akalar. Kimga mana shu turdagi variantlari ham kerak bo'ladigan bo'lsa, benzinli variantlardan olib kelib qo'yganmiz akalar. Undan ham tashqari hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'radi, benzinli variantini 58, 52 gilza portionli variantlardan ham ko'rsatgan degan akalarimizga e'tibor beringlar. Xo'jalik bob, ro'zg'or bob, zapchasi tomonlama ham hech qanaqa muammo yo'q akalar. Hamma joyda zapchaslari mavjud. E'tibor berishlaringiz mumkin, bu benzapilalarimiz 58 gilza portionli bo'ladi, aboroti yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, undan ham tashqari hozirgi kunda e'tibor beringlar, Baykal firmasidan, undan tashqari Shtil firmasidan, undan ham tashqari har xil turdagi Kubota deysizmi, hammasidan bor akalar. Hozirgi kunda eng arzonchi modellari 300 ming so'mdan boshlab xo'jalik bor modellari 750 ming so'mgacha variantlari bor. Agarda ustachilik qilib yurgan akalarimiz bemalol kattaroq variantidan ham bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun elektrический akkumulyatorli variantlarini e'tibor beringlar. Yangicha partiyadagi variantlardan ham yetib kelgan akkumulyatorlarni qo'yib olamizda bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu degani bemalol yoningizga osib olib ham daraxtlarni tepasiga chiqib ham aralashlaringiz mumkin akalar. Hozirgi kunda mana shu turdagi elektronik variantlar ham akkumulyatorli, undan tashqari moyli varianti bo'ladi. Shunisiga ham ahamiyatli bo'linglar akalar. Xo'p, bu akkumulyatorli variantlarni ham bizning do'konlarimizda har xil turdagi assortimentlardan mavjud. Xo'p, bu
elektriskiy variantlarini tokda ishlaydigan variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Tokda ishlaydigan variantlari 220 tokka ishlaydi. Motorlari katta variantidan. Bu ham moyli varianti bo'ladi akalar. Strellalari 32 talik, 28 talik, har xil turdagi variantlari bor. Bu elektropilalalarimizdan ham mavjud. Xohlaganlarga postoyanli o'tinchilik bilan shug'ullanaman degan akalarimiz uchun Brown firmasidan e'tibor berishlaringiz mumkin. Katta motorlari 58 gilza portionli, oborotlari 3000 oborotli bo'lgan katta variantidan bo'ladi. Strellalarining yulduzchalarini ham o'zi ham 5 qatorli bo'ladi akalar. Anchagacha xizmat qilib bera oladi. Mana shu turdagi variantlarni ham o'tinchi akalarimiz bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz va bizning do'konimizda boshqa turdagi o'tinchilik qiladigan akalarimiz uchun daraxtlarni kesishda eng yaxshi bo'lgan, sifatli bo'lgan Texha firmasidan va undan tashqari boshqa firmalarimizdan ham mavjud. Bularga ham 1 yildan garantiyalar bilan qilib beramiz akalar. Xo'p, hozirgi kunda aytib o'tgandek xo'jalik va ro'zg'orbob bo'lgan modellari bizning do'konlarimizda 300 ming so'mdan boshlab 750 ming so'mgacha har xil turdagi assortimentlari bor. Agarda tirikchilik qilaman deb yurgan akalarimiz uchun elektropilalarimizdan boshlab eng sifatli bo'lgan modellarigacha bizning do'konlarimizda 250 ming so'mdan boshlab akalar 2 million 300 ming so'mgacha variantlari bor. Xohlagan variantingizdan qilib bera olamiz. Dastavka xizmatlari kelishilgan holda 12 ta viloyatga dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Sizga qaysi bir variant kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni shu joyda skrinshot qilib bizga Telegram orqali yuboring. Sizga qaysi bir modeli kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga dastavka qilib upakovka holatda chiqarib bera olamiz akalar. Dastavkalar kelishilgan holda 12 ta viloyatgacha bor akalar. Xo'jalik bob, ro'zg'or bob, mana shu turdagi benzopila va elektropila qidirib yurgan akalarimiz uchun ekranga nomer qoldirib qo'ydi. Shu nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilib olishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoga bitta like tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta tushirib, skidkalarni qilib beramiz akalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.